Assalomu alaykum. Ushbu videoda yelka bo'g'imidagi rotator manjetasining eng muhim mushaklardan biri bo'lgan supraspinatus jarohatini aniqlashga yordam beradigan empty can testini ko'rsatib beramiz. Empty can testi bemorni o'tirgan yoki turgan holatda bajariladi. Bemordan qo'lni ikki tomonga 90 gradusga yozish so'raladi va 30 gradusga oldinga buklanadi. Shunday qilib bemorning kaft qismi xuddi bo'sh konservani bo'shatish holatiga olib kelinadi. Va bemorga ikki tomondan bir xilda pastga bosim qilinadi. Bemor esa bunga qarshilik ko'rsatadi. Ayni shu holatda yelkaning yon tomonida hosil bo'ladigan og'riq yoki mushak zaifligi testni musbat ekanligini, aksi esa manfiy ekanligini ko'rsatadi. Testning Naredoga ko'ra sezuvchanligi 79,3, spesifikligi 50% ni tashkil etadi. Xulosa qilib aytganda, empty can testi rotator manjetasining asosiy qismi bo'lgan supraspinatus payining jarohatini aniqlovchi eng asosiy testlardan biri hisoblanadi.